Tabiiy tug'ruqmi yoki kesaryevami? Keling bu haqida ijobiy tomonlarini va kamchiliklarni ko'rib chiqamiz. Agar sizga video qiziq bo'lsa, albatta oxirigacha ko'ring. Demak, tabiiy tug'ruqni afzalliklari. Bu jarayon o'z nomi bilan tabiiy bo'lib turibdi. Tug'ruqdan keyin tiklanish davri, ya'ni oson, yengil bo'ladi va farzandingizni bemalol qo'lingizga olib parvarish qilishingiz mumkin. Tug'ruqlar soni cheklanmagan bo'ladi. Lekin kamchiliklari ham bor. Kamchiliklari agar farzandingiz yirik bo'lsa yoki o'zingizga yoki homilaga zarar bo'lishi ehtimoli bo'lsa, tug'ruq jarayonida albatta sizni tug'ruqda patologik jarayon bo'lib, homilaga zarar yetkazishi mumkin. Kesir kesishi afzalliklari: bu jarayon tez bo'ladi. Siz operatsiya jarayonida deyarli yoki umuman og'riq sezmaysiz. Farzandingizni tezda qo'lingizga olishingiz mumkin, lekin tug'ruqdan keyingi tiklanish davri biroz kechikib, biroz og'riqli bo'lishi ehtimoli bor. Va o'z nomi bilan operatsiya deb qo'ygandan keyin undan keyin bo'ladigan asoratlar ham bor. Tug'ruqlar soni kesirdan keyin cheklangan bo'ladi, ya'ni hozirgi kunda 3 ta, 4 ta, uzog'i bilan 5 tagacha mumkin bo'ladi. Qorin qavatlari kesilgandan keyin qorinni kirishi ham biroz qiyinroq bo'lishi ehtimoli bor. Siz esa qaysi yo'l bilan tutasiz? Tabiiymi yoki kesaryevami? Lekin unutmangki, ikkalasi ham tug'ruqqa kiritiladi. Hamma mana so'raydi, qanaqa tutasiz? Kesaryev, ikkita kesaryev.